Hamma yoq kuyib oldi. Pullar. Qo'shni o'zingiz bosing. Qo'shni ko'p kuymen topiladi uy-joy. Muhimi oilangiz farzandlaringiz tirik qoldi. Qo'shni bo'ldi. Ko'p kuymen. O'zingiz dushang. Bekarga aytishmagan ekanda, mazlumni qarg'ishidan qo'rqqin deb. Nima dedingiz? Qo'shni gapingizga tushunmadim to'g'risi. Bundan bir hafta oldin uyingizni ishlatgan ustalar bilan o'rtada bo'lgan mojaroni eshitib qoldim. Aka, tomlar ham, telefonlar ham bo'ldi. Endi biz haqqimizni bersangiz ketardik. Ishlarini ko'rdim, ja, unaqa zo'r emas. Pul masalasiga keladigan bo'lsak, pulni oldindan olish bo'lgan sanlar. Usta? Tushunmadim. Pulni oldindan olganmisiz? Aka, nima deyapsiz? Bizga ozgina avans bergan xolos. Shogird, noto'g'ri tushunma. Aytilgan muddatdan 10 kun o'tib ketdi. Materialni ham keragidan oshcha oldirishding. Demak, materialni urgansanlar. Kamiga boshqa joyda ish ham qilib kelgansanlar. Xudoga shukr deyishgan. Ustimdan yozib qamatadigan odam emasman. Men bergan pulimga roziman, mayli. Senlar ham mehnatingga rozi bo'lish. Ana eshi. Bo'shatib qo'yish. Aka, maqsadingiz pul bermaslik. Biz mehnatimizga rozi emasmiz. Teshib chiqsin. Yur shogird. Qo'shni o'zingiz sababsiz hammasiga. Xudoga shukr qiling. Joningizga emas, molingizga uribdi. Shuning uchun aytishgan, ustani peshonasiga ters qurmasdan oldin rozi qilinglar deb. Mazlumni duosi shunaqa. O'q singari borib tegadi. Undan ko'ra otangni menga sot. Aka daryoda tishlarini davolab, tillatishga tayyor qilib qo'y. Aka shuni tillatish qilib qoplagandan ko'ra, baradol protez qilib qo'ysak bo'lmaydimi? Tishlari sog'lom ekan. Jonini og'ritib nima qilamiz? Protez qilsa, protezda yaxshi ta'sir etmaydi. Aka ota-o'g'ilni yoshi ham katta bo'lib qoldi. Endi bir oq hol bo'lsa, tishini sug'urmaydi, gapi so'z ko'payib, yot bo'ladi. To'g'ri aka, yana bitta yechimi bor. Undan ko'ra otangni menga sot. To'rtta tillatishni pulini senga men beraman. Haddingni oshma. Ol qo'lingni. Bitta ota-ona 10 ta farzandni baqar ekan-u, 10 ta farzand bitta ota-onani vaqti kelsa baqa olmaydi. Meni hazillashtir. Lekin sen bu gaplarni chindan gapirding. Ota-ona tirikligida e'zozlanadigan katta ne'mat. Buni farzandingdan qaytganda bilasan. Bu qaytardinglar. Otaga cho'p otsang, kun o'tib bir kun farzanding seniga tosh otmog'i mumkin.